Rais bormi? Ismim Dilbek. Sizni ko'rdim-u, somsachaga olib kelgim keldi-da. deb sipoda bermi? Siz olib kelganingiz sababi hali qizlar katta somsani uyalib yeyolmaydi-yu, endi uyda qilib yeyishi mumkin. Endi mana kichkinagina, ixchamgina, malinki somsaga olib keldim, somsachaga. Maza qilib ibodat berib o'zizcha deb yeyverasiz. Voy, rahmat. Arzimaydi. Ha, rais bu shu oldimmi? Siz open budjetga ovoz yig'aman deb shahar kelgandingiz. Ha? Qizlar bilan yuribsizmi? O'zingcha gunohni biton qilyapti deb o'ylayapsan. Bu qizimiz open budjet bo'yicha mutaxassis ekan, shuncha o'tiribman gaplash. Ha? Jupa-jup turing, kel somsadan ye. Bu qanaqa joy o'zi? Bu somsacha degan joy. Somsalarni qara, udobniy. Mehmondorchilikka qo'ysang ham bo'ladi. Go'shtli, kartoshkali, tovuqli, ko'katli, qovoqli, eng zo'ri hech qayerda yemagansan sen. Baliqligisi ham chiqibdi. Zakazgachi borib tandirda yopib berishadi marosimlarga ham. Manzil ham zo'r joyda joylashgan. Ko'kchadagi Gulzor chorrahasi. Men qara, udobniyligini shunday olasan. Issiqdan. Mazasini qara, mazasini udar ekan. Mana shu dahshat ekan-a? Rais bu qizni yigiti bormikan? Bor ekan, to'n bilan do'ppi kiyib yurar ekan, rais ekan. Akam keldi. Endi o'ldiradi. Somsachada ham odamlar ko'p ekan-a, yaxshimi singlim?